Xabar berib borayotganimizdek, giyohvandlik illatiga qarshi kurashish maqsadida ichki ishlar organlari tomonidan muntazam ravishda profilaktik va tezkor qidiruv tadbirlari olib borilmoqda. Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari tomonidan Ko'kdala tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Koson tumanida tug'ilgan fuqaro Akmalxo'ja Nusratullayev nazorat ostiga olish tadbiri doirasida maxsus xaridorga 6000 AQSh dollari evaziga 1 kilogramm og'irlikdagi marixuana giyohvandlik vositasini sotayotgan vaqtida qo'lga olingan. Tezkor tadbir davom ettirilib, yashash manzili ko'zdan kechirilganida omborxona qismidan 1 kilogrammga yaqin marixuana giyohvandlik vositasi topilgan. Natijada jami 2 kilogrammga yaqin marixuana giyohvandlik vositasi daliliy ashyo sifatida olindi. Hozirda gumonlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi tartibida ushlanib, unga nisbatan tergov harakatlari davom etmoqda.